Bugun servisimizga yana bir muammoli printer keldi va buni kelinglar sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Boshladik. Birinchi o'rinda printerni skaner qismini yechib olamiz. Yechayotganda shleyflariga ehtiyot bo'lib, platadan ajratib olamiz. Navbat printer korpusining yon qismi, ya'ni bokovoy korpusini yechamiz. Mana muammo o'zi tushib keldi. Savol: buni nomi nima? Kim biladi? Javoblaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Buning nomi disk encoder, ya'ni kodlovchi disk va printerning eng muhim qismlaridan biri hisoblanadi. Bu diskni mana shu joyda shestrionkaga yopishib turadi. Buni yana qaytarib joyiga maxsus kleyda yopishtirib qo'yamiz. Bo'ldi. Xudo xohlasa muammo shu bilan hal. Printerni korpuslarini joyiga yig'amiz. Mana yig'ib ham bo'ldik. Endi buni kompyuterga ulab, birinchi navbatda счетчикni tekshiramiz. Tekshirish jarayonida shuni bildikki, buni счетчиga ancha to'lib qolibdi. Buni endi Adjustment Program programmasi orqali счетчикni 0% ga tushiramiz. Kimga shunaqa programmalar kerak bo'lsa, yaqin kunlarda shaxsiy premium kanalni ishga tushiramiz. Printerimiz tayyor, ranglar tiniqligini dyuz qilib chiqaramiz. Agar kimgadir yana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.